Wow! Bugun bizda crash test. Kreativ radiatorini necha bosimda portlashini ko'rasizlar. Bismillah, boshladik. Yomon portlaydi lekin bor. Kommentariyada yozib turinglar, 50 ga 80 radiator ichida necha litr suv bo'ladi. Olishni boshladi. 5 bo'ldi, 5, 9, 10. 10 davleni bu hamma sistemalarga mumkin degan davleni. O 13 davleni bu zavodda tekshirishadigan ish turibdi. 15 ga chiqdi. Lekin umumiy отопление sistemalariga buni qo'yish mumkin emas, bilasizlar. Faqat alohida avtonomiylarga, ya'ni xonadonlarga, uchastkalarga 20 ko'rsatdi. Yomon dang'illaydi lekin bor. Of, do'konni remontlarini buzib yubormasa bo'ldi bu. Voy, men bular ishib ketdi, men bular. O'zi 20 bilan 30 o'rtasida turibdi. Men kuchim yetmayapti o'zi. Bataringga shang'ilab qo'yib qolmadingmi? Wow! Wow, svarkali joydan ketdi. Dahshat, dahshat. Bunaqa narsani do'konda qaytarish tavsiya berilmaydi. Davleni o'sha рабочий 3-4 mashinada yetadi. Domlagan qo'yish tavsiya berilmaydi, bilasizlar, umumiy nimalar qo'yilmaydi, uchastkaga qo'yiladi. Like bosib, kommentariyada boyagi savollarga javob berib qo'yinglar. Tarqatib qo'yasizlar, o'zingizlar bilasizlar. Kreativ doim issiqlik tarafdori. Sog' bo'linglar.